Andijon suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan viloyatdagi barcha shahar va tumanlarda ichimlik suvidan amaldagi tartib qoidalariga rioya etgan holda foydalanishni nazorat qilish, qonun buzilishi holatlarining oldini olish va bartaraf etish maqsadida reyd tadbirlari o'tkazildi. Unda yuridik va jismoniy iste'molchilarning mavzuga doir munosabatlari o'rganildi. Reydlar davomida 10 dan ortiq salbiy holatlar qayd etildi. Jumladan, Andijon shahrida bo'lib o'tgan nazorat tadbirlari davomida 6 ta holatda tarmoqqa noqonuniy ulanish, qarzdorlikni so'ndirmaslik, suv hisoblash uskunasini o'rnatmagan hamda suvdan noqonuniy foydalanish kabi qonun buzilish holatlari aniqlandi. Qayd etilgan holatlar yuzasidan bayonnomalar tuzilib, ularni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Andijon suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan Andijon viloyati hududida joylashgan tuman shaharlardagi yuridik tashkilotlarda ichimlik suvdan foydalanish holatlarini o'rganish maqsadida ishchi guruh tomonidan mana hozirgi vaqtda Xo'jaobod tumanida reyd tadbirlari olib borilmoqda. Reyd tadbirida mana hozir bir zumda degan Xo'jaobod tumanida joylashgan oshxonamiz suv hisoblash uskunasi nosoz holatdaligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 194 sonli qaroriga asosan belgilangan tartibda davlatnoma yozilib, tegishli choralar ko'rildi. Reyd davomida shuningdek ayrim iste'molchilar ichimlik suvidan foydalanishda sanitariya gigiyena qoidalariga mutlaqo amal qilmayotganligiga ham guvoh bo'lindi. Ayniqsa suv jo'mraklari va suv hisoblash uskunalari o'rnatilgan hududlarning chiqindi va xazonlarga to'lib yotgani aslida bu ishga mas'ul insonlarning munosabati va mas'uliyatini namoyon etadi. Suv inson hayoti uchun eng muhim ne'matlardan biri hisoblanadi. Shunday ekan, unga nisbatan ehtiyotkorlik va hurmat bilan munosabatda bo'lish salomatligimiz va umrimiz uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois suv quvurlari, jo'mraklar hamda suv hisoblash uskunalari o'rnatilgan joylarni doimo ozoda saqlashni tavsiya etamiz. Shu kabi tadbirlari joylarda davom etmoqda.